Assalomu alaykum, xush keldinglar digital ko'rganmanlar. Men bugungi riyosatchi Kavsar Kirash, bizning mehmonlarimiz. Finlandiyadagi Fazilat Ismoil, Norvegiyadagi Fazilat Yaqub, Fransiyadagi Dilnur Rayhan. Xush keldinglar. Hoş bulduk, rahmet. Bizning bugungi suhbatimiz shu Uyg'ur institutining harakati bilan bo'lgan Parijdagi mashrab va nima yoshlar yig'ilib suhbat bilim egallash faoliyati haqida shu paranglashib suhbatlashamiz. Shunga bir boshdan shu faoliyatni başdan oxirigacha ma'g'uzgan Dilnur xonimizga azoq tushuntirib bersa bizga suhbatni, ya'ni gapni beshini hadimizga berdim. Okey, rahmat Kevser. Mümkün biz yani bu ötkende 10. ayda 10. ayninki ikinci haftasi şu tunji qitimliq xalqaralıq Uyghur sekulyar yoshlar, yani ilmani yoshlar qurultayı ötküzdük. Bununla bütün dünyadan 70'ten artıq Uyghur yoshini şu Parijga topladık. Uyghur diasporasidagi tunji qitimliq bir shundaq bir yoshlarniki uchrashishi, shundaqla bir-birisi bilan o'rganish bir fursati bo'ldi. Undan keyin bundan biz bir yil bo'lgan, bir yildan eshib ketdi biz bu faoliyatni o'rinlashtirish qilishni iqtisodiy jihatlar, iqtisod tarafdan bir taraf qilolmaganligimiz uchun kechikib ketgan. Oxiri shuning bilan to'la oqib surilib, oxiri bu yil bo'lgan bo'ldi. Bu jihatda biz mümkün Yevropadagi institutning ichidagi emas, Yevropadagi boshqa yoshlar bilan birlashib, yoshlarni tanlash, qanday yoshlarni tanlash, mümkün degandek shunga tayyorlik xizmatlar degandek buni ham Uyg'ur instituti ham shundaqla Yevropadagi bo'libmi, Yevropadagi bir necha shu Uyg'ur diasporadagi o'zining yeshidagi yoshlar bilan qo'y qarilishadigan bir qancha yosh bolalar bilan birlashib, qizlar va o'g'illar bilan shu orqali tanlagan bo'ldik. Keyin asosiyatdan buni tanlagan chog'da 3 xil nima bo'yicha tanladik, 3 xil kriteriya, ya'ni shart bilan birga yosh bo'lish kerak ishi, ya'ni 18 yoshdan 35 yoshgacha deb qildik. Kelgan yoshlarniki mutlaq ko'pchiligi asosiyatdan 20 yosh atrofida bo'ldi. 22 yosh, 23 yosh, 25 dan tuvan bo'ldi mutlaq ko'pchiligi. Onun keyin ikincisi bo'lsa, shu vatanparvar bo'lish kerak, ya'ni yoshirin yoki oshkora holda vatan uchun bir ish qilishni, bir qilgan yoki qilishni xohlaydigan bundan keyin shunday bir niyatda bo'lish kerak. Uchinchisi bo'lsa, sekulyar bo'lish kerak. Uchinchi nuqtada nima so'z topamiz Uyg'urcha. Dastlabda biz so'z Uyg'urcha tayyor so'z topamaganligimiz uchun biz bakrak inglizchasini qo'llandik, bunun tarjimasiniki. Amaliyotda bu so'z mümkün bunga qarta bu so'zni terminologiyani ham shundaqla bunun kelib chiqishini, siyosiy va terminologiya kelib chiqishini bilmaganligi uchun Uyg'ur diasporasi to'g'ri tushunish bo'ldi buni mandi. Ba'zi Uyg'urlarning kaynidan bo'libmi diniy kuchlik Uyg'urlar buni kaynidan xato tushunib, ba'zilar niyati yomon bo'lmasa-mu xato burunlab tushuntirganlar bo'ldi. Endi deymiz, bilmagan narsani bilmayman deyish kerak, lekin bizning diaspora bizda endi bilmagan narsani bilaman deb xato tushunchalarni beradiganlarmi xili ko'p. Şunun keyin bu fursatda yana mümkün buni yana bir qayta tushuntirib qo'yay deb o'yladim. Mümkün yaxshi bo'ldi buni o'rinlashtirgani aramizda mana masalanga sizlar uchunlar qatnashdinglar, bunga o'zinglar ko'rdinglar. Shunga sizlar bakrak ham deb beraysizlar. Endi bizningki tushunganimizda amaliyotda keyin uning keyinidan men ko'proq izdinish orqali Uyg'ur tilidagi bo'lgan vatan burun chiqqan bir necha inglizcha, uyg'urcha, inglizcha, uyg'urcha, turkcha, uyg'urcha lug'atlarni aqtirib chiqdim. Chiqish orqali shunga bu so'zningki bor ekanligini bildim, ya'ni Uyg'ur tilida tarjimasi bor ekanligini bildik.
Tarjimasi Uyg'urcha sekularizmni ilmanizm deb tarjima qilgan ekan. Amaliyotda bu so'z fransuzcha asli kelib chiqishi fransuz so'z. Uyg'ur fransuzcha laicity deydi u. Keyin inglizcha sekularizm. Ammo turkchaga bu so'z fransuzchadan shu peti tarjima qilinmay kirgan hamda laik deb ilindi. Ya'ni ilmani kishi, ilmani odam laik deb tarjima qilingan. Nima turkchaga shu peti laik deb ilingan, fransuzchaga o'xshashlar. Uyg'urchaga ilmani odam, ilmani deb ilingan ekan. Men pek chiroyli ko'rdim bu tarjimani. Bundan keyin shu so'zni ishlasak bo'g'dak deb o'yladim. Ammo biz o'rlashtirgan vaqtimizda bundaq tarjimani topamaganligimiz uchun ayni vaqtda inglizchasini ishlatgan. Balkim ba'zi so'rashinglar mumkin. Nemishqa Fransiyada o'rlashtirilgan shu bo'lgan ekan, bu so'z asl fransuz so'zi bo'lgan ekan. Turklar qilgandek udulla tarjima qilmayli laik deb ilaversanglar bo'lmamdi deb deyishinglar mumkin ba'zilaringlar. Unda deb chunki ko'rganinglardek butun dunyodan kelgan bolalar va bizning bolalar bilan bo'lib 100 dan ortiq yoshlar uchrashgan bo'ldi. Asosli til Uyg'urcha va inglizcha bo'ldi. Asosli til inglizcha bo'ldi amaliyotda. Shuni ko'zda tutib biz fransuz so'zni emas, bakrak hammaga tushunishlikroq bo'lishi mumkin deb inglizchasini qo'llangan to'q hamda Uyg'urchasini topamaganligimiz uchun ayni vaqtda. Shunga buni tushuntirib berishni to'g'ri topdim. Undan keyin laik so'zi fransuzchada buningki asli kelib chiqish manbasi 1905-yilga to'g'ri keladi. Ya'ni undan keyin davlatningki siyosiy boshqarilishida, davlat organlarida dinningki kontrolli bo'lmasligi va odamlarningki shu davlatningki fuqarolarningki dinining va yoki diniy qarashlariningki nima bo'lishidan qat'iy nazar hammasiningki barobar holda birlikda bir o'ringa kela olishi va suhbat qila olishi uchun, bir o'rinda yashay olishi uchun nima shu laik ya'ni laicity ya'ni sekularizm yoki bo'lmasa Uyg'urcha aytganda ilmaniylik siyosatini yo'lga qo'ygan Fransiya birinchi bo'lib, undan keyin dunyodagi mutlaq ko'pchilik davlatlar buni kopiya qildi Fransiyadan. Buningda hargizmi dinni cheklash yoki diniy faoliyatlarni cheklash degan narsa yo'q, ammo hukumat organlarida yoki hukumatning o'xshamagan apparatlarida, masalan maktab, hukumat organlarida keyin diniy tashviqot yo'q, diniy kontrol yo'q. Har kimning dinining nima bo'lishidan qat'iy nazar fuqarolarning hammasi davlat organlarida o'xshash o'rinda va barobar o'rinda deganni ifodalaydi. Shundan keyin bizning ham buni shart qilishimizdagi sabab bu qitim Uyg'urlarningki bo'lib yoshlar masalan men vatandan keldim, vatanda cho'ng bo'lib keldim. Undan keyin bizning kichik yoshlar masalan sizlar undan keyin bolalarning to'lisi Yevropa diasporada cho'ng bo'lgan. Undan keyin ba'zilaringlarni aytib kichik kelgan va shu diasporadagi turayotgan davlatlarningki ma'rifida cho'ng bo'lgan. Shundan keyin qarashlar vatanda cho'ng bo'lganlardan farqli, o'xshamagan bizning hozir diasporada Uyg'urlar o'xshamagan diniy qarashdimi yoki bo'lmasa diniy o'xshamagan boshqa qarashlardimi qarashlar o'xshamaydi. Ammo keyin bir yerga bu odamlarningki bu yoshlarning hammasiningki dindan xoli holda, ya'ni diniy qarashlarining nima bo'lishidan qat'iy nazar bir yerga kelib bir maqsad bilan vatanning kelgusini o'ylashish biz shuni shart qilgan. Shuning uchun keyin bolalarningki ba'zilari balkim kelgan bolalarningki ba'zilari balkim uni so'zlashmadik bilmaymiz. Shunga bolalarning ba'zilari balkim dinsiz bo'lishi mumkin, ba'zilari balkim undan keyin noyta dindor bo'lishi mumkin. Ya'ni islom musulmonchilikda. Yana ba'zilari o'ttirda bo'lishi mumkin. Ammo bularningki nima bo'lishidan qat'iy nazar biz uchun hammadan muhim narsa bizningki bolalarningki dini emas, balki diniy qarash emas, balki Uyg'urligi. Shunga birinchi amaliyotda shart Uyg'ur bo'lish sharti va Uyg'urlik sharti bo'lganligi uchun biz shuni o'tirg'i qo'ygan.
Hesapda buni ba'zi aralıqlarda, so'zlayotgan aralıqlarda kirib yeng ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Qisqalam tushuntirsak, bu meydan hesapda o'zininki bo'lgan ideologiyalari qat'iy nazar mushu suhbatga, mushu vatan uchun xizmat qilganlar bo'lsalar suhbat qatnashalaydi degan gapda hesapda. Masalan, g'arb millatlarning ko'pincha sekulyar millatlar bo'ldi, ammo bu millatlarga kirish uchun dinsiz bo'lishga ketmaydi. Ular sekulyar degani o'zining nim din bo'lsin, dinni qurol qilib ishlatishga ruxsat yo'q degan gap hesapda. Endi menimcha mushu ya'ni men vatanda bir boqmagan bo'lsam-mu, mushu maydonda mushu Uyg'urlarla aralashib, birga mashq qilib, tushlik kechki tomoq yeb, dars anglab, birga suhbatlashib, xuddi mush 4-5 kun ichida vatanda bir Uyg'ur maktabida o'qib chiqqandekning hissiyoti bo'ldi mush faoliyat. Men uchun nihoyatda yaxshi o'rlashgan, shunga o'rlashtirib xizmat qilganlarga ko'p rahmat. Ammo men mehmonimizninki tajribasini anglab baqsaq. Ha, okey. Fazilet. Fazilet, siz başlamışsınız. Ben başlamadım. Ben başlam buldu. Bağın çağda ben Uyğur de Norveç olup çoğun boğan demdim. Uygurlar bağ Norveç'de, lakin biz Uyğur avaz yok mu amına? Si avazımız var. Ailem yanımda ya da avazım yok lan diye batırdı yanımda. Si avazımız var. Avazımız var. Güzel. Okey, emsi yaxşı. Ya Norveç olup çoğun bolup, Norveç'ninki yaşladı ya, onçilik yaxşı tan oynamağan demdik. Ondan Paris'e barıp kayan çağda ve unrealistic ve de that unforgettable feeling demdim Uygurca. İngilizce demedim. Unutulmaz. Unutulmaz. Hissiyat rahmet. Hissiyatım kötü. Hem de geplisem mi? Aşı hissiyatını kanda değmem bilmem demdim. Çünkü küçük vaxtını tatıp Uygurcunu etdiyandım keşfetçe. Öydüklər bilen gepləmən. Dostumlar bilen Norikçi ba, İngilizce ba. Leki aşağı barıp Uygurcunu işletip başka vətəniyə bağan dekləm demdim. Da Uygurlarının toyğa barırsam mı? Aşına hissiyat rəhmət Kəvsər. Hissiyat buldu. Lekin məxsus Fransiyaya barıp yeni nəslən üyəni, məşrəf tan barıp Uygurcu naşını anlayıb, o da naşlıq, kişilik tamaq, əminəsin tan, əmiz bək, xoş buldum demdim bək, incredible feeling. Hem de Fazilet, siz azaq gələmsiniz. Rahmet. Biz memnunum. Paris'e beriştim burun azraq ciddileşke bu kanda faaliyetto mesela siyasi cihetten bana yeterlik bulamadı. Çünkü Finlandiya'da çoğun bulap müşahede aktivizm kılıp neticelerini yakıbek yalğızlık duygu boğan mende. Onun üstü Finlandiya'da mesela şu 18 yaştan 35 yaşça yaşla, aktif yaşla az aktif yaşla demeyle yaşla az, aktif yaşla onundurma az. Şu Paris'e bağanda, kurultayga bağanda, bana birinci qitim üzem bilen tanıtuş, Uygurlu bilen çaq qilib, billa tamaq yeb, bir yerden bir yer billa mengib, ko'chada saqlatqizib, degandek rast bir vatanga bağgandek tuygu bo'ldi. Ana birinci qitim menda diasporada men Uyg'urken, bizningki Uyg'ur bizningki menda diasporasi borken, guruhli jiqken, Paris'da mush institut borken, Shivsiyadan jiq yoshli kapti, shu yerda mushunda yoshli aktiv social mediada aktivlik qildiken
yolg'iz emasken deb chiqilib manga bo'lgan eng muhim uyga ketgan bir tuyg'u shu yolg'iz emaskenmiz degan tuyg'u bilan uyga keldim. Shu bu safardan keyin bir hafta bir xil karvatdan chiqolmay bir xil mingam dami o'rgangan yangi so'zlar uyg'urcha yangi so'zlama emas siyosiy akademik so'zlarni uyg'urcha birinchi qatim anglashim bo'ldi Parijda bir hafta ichida. Andın mening singlim Zumrat asli bunda faoliyat barkan baramdoq deb so'ragan sekular yoshlar debdi. Mening chunki o'zimning sekularning tushunishim sekularni davlatlar va siyosiy jamiyatda ishlatiladigan so'z bo'ldi. Masalan, shaxsiy men o'zimni sekular demayman. Ham deyishki u söz to'g'ri kelmaydigandek qildi. Shunga ilmoniy odam degan menimcha yaxshiroq. Lekin masalan o'zimning shaxsiy sekular guruh billa deydi unda so'zni inglizchadami ham fransuzchadami o'xshash sekular deydi, lekin uni shaxsiy odamligi ishlatmaymiz odatda biz filan tilda. Şuna aldığınlar nim kanda söhbet bular degan qat'iy bilamadim. Bağanda programını körüp okey sekularlıqı ya bo'lmasam ilmaniyliqi temalıdı baken. Temada masalan Uyg'ur jamiyat Uyg'ur diasporada ya Uyg'ur jamiyatida ancha so'zlanmaydigan temalar. Masalan biz Gen Z ikinci generation diasporadaki lige muhim bizning hayotimiz dar kun ko'rinadigan temalar lekin masalan bizning ota-onamizning hayotida ko'rinmaydigan temalar. Shunga menga nisbatan shu yangi temalardan bilim olish ham Uyg'urcha, inglizcha bilim olish o'xshash vaqtda menga foydali ko'rindi. Andin mening xizmatim Finlandiyada Uyg'ur bir yildan yaqin Uyg'urlarning kishilar huquq projektini qilyapman. Ishimga xizmatimga bo'lgan foydasi shu bir haftalik Parijdagi materiallar, o'qigan anglaganlar xizmatimga bek cho'ng foydasi keldi. Yaxshi 10 oyda oralashtiribsizlar. 3 oy yilga yana shu xizmat qilishga yana vaqt chiydi. Hem de şu bana en mühimi başka Uygurlarını köreş, tunuşuş, siyasi mesela bana anca yakmaydı eğer bir Uygur men siyasi kızıkmayman ya ma özümninki devletimninki mesela Finlandiya ya Şivsiya ya Norvegiyaninki devletninki siyasi kızıkmayman çünkü men siyasi kişi emas degan gap bana anca yakmaydı. Şuna ma kurultaydan keyin bu tuyg'u texim kuchlandı. Çünkü ahvolninki qanchalik nacharligi ham tarixiy siyosiy tarafininki qanchalik cho'nqurligini bilib, o'rganib, bu qanda Uyg'ur diasporadagi Uyg'ur o'zini siyosatdan qochadigan bu sharoit emas ekan asli deb chiqilib menga o'zimga nisbatan mening Uyg'urligim cho'ng foydasi bo'ldi. Andin bular mashrabni birinchi qatim ko'rish qurultayning jarayonida. Pek uzoq so'zladim, agar bir savol bo'lsa. Yaxshi bo'ldi. Menimcha shu ozroq ya'ni kamiganlarga yana uzoq ifodalab bersak, baramaganlarga inshaalloh kilar oldimizgisi yana mushra faoliyat bo'lsa, texomajaq Uyg'urlarga qolsa, texom yaxshi bo'ldi. Ammo eng cho'ng ilqada ma'qul deymiz, Yamir Tezda Chandriga o'xshash unforgettable feeling, ya'ni unutilmaydigan hissiyot. Qanda ahvolda, qanda vaqtida chiqqansan, darsda emas, cho'ng bir yig'ilgan mashrablarda emas, ammo aytganda shu yilqi chiqayotgan vaqtda biz hammamizningki hujralar bog'i darshu maktabda o'qiganga o'xshash. Ashun o'tayotgash yilqi
başqalarning ishligidan Uyg'urcha naqsh anglatgan deganda, Uyg'urcha so'zlatgan, shu bir xil qana deymiz, diasporadagi vatansizlik hissiyot shu bir 10 sekundlik vaqtning ichida yo'q ketdi. Shu qisqa vaqtning ichida o'zimningki kimligimni xalqnikidan ayirib, talishib, o'zim tushuntirishning vazifaning ig'irligi shu 10 sekund vaqtning ichida yeniklinib ketdi. Shu Uyg'urlar bilan shu qana deymiz, shu bir tabiiy o'ziningki qana deymiz bir qushqashni bir millatda ya'ni native bo'lsa, uni boshqa bir yerga olib qo'ysa qiynaldida, tomoqni yeb suv ichib yashayolsimi, yana qiynaldi. O'ziga tabiiy, o'ziga naq kelgan tabiat bo'lmay qolsa qiynaldi. Shunga o'xshash shu faoliyat orqali paydo bo'lgan vaziyat shu ishimdagi qushqashqa tabiiy bir yer kelgandek his qildi. O'ziga tabiiy bir yer kelgandeklar. Yan birisi agar mushu faoliyatningki ang cho'ng ep kelgan ang buyuk tajriba, dars bilamdi, tajriba bilamdi, cho'ng shu qanda bo'lsin, dars bilamdi ya bo'lmasa boshqa aralashgan yoshlarnikidan aralaq bilamdi. Ang cho'ng tajribani tushuntirib so'zlab bersanlar, dinlarimizdan boshlab. Endi biz nima o'ylaymiz? Bu tunji qitimliq ish, tunji qitim bizning bundan cho'ng narsani, cho'ng ishni o'rlashtirishimiz, bir hafta butun dunyodan 70 dan ortiq yosh bolani yig'ib to'plab, bir hafta ularning holidan xabar olish, bir yerga bir hotelga jamlab degandek, endi sharoitlar bek yaxshi emas ko'gininglardek, ankandan sizlarni yoshlar hoteliga o'rlashtirdik. Bizning qila olganimiz shunchalik bo'ldi. Ammo haqiqatan uningmi foydali tarafi hammanglar shu yerni egallab, xuddi kichik bir Uyg'uristonda bir hafta yashab olgandek bo'ldinglar. Undan keyin endi bizningki yakilgan tajribamizmi, bir muncha tajribalarga ega bo'ldik biz buni qilish jarayonida. Birganing kaynidan ham pozitiv taraflari ko'p bo'ldi. Haqiqatan sizlar bizningki hodiqimizni bir xil chiqarib atdinglar. Undan keyin buningki qanchalik muhimligini bilatdik, lekin mumkin buni qilish jarayonida va qilib bo'lib, sizlarni kutish jarayonida va qilish jarayonida buningki qanchalik yaxshi bir muhim bir ishni vujudga chiqarganligimizni qildik, bildik. Undan keyin yana birisiga bo'lsa bir tarixiy bir mezgilda turyapmiz hozir. Ya'ni Uyg'urlarda temamiz amaliyotda bu qitimliq kongressninki, ya'ni qurultayninki temasi kolonyalizm, ya'ni mustamlikachilik va undan keyin feminizm. Shu bu cho'ng tema, intayin muhim tema, markaziy tema bo'ldi. Uning atrofida boshqa temalarni qilgan bo'ldik va chunki mustamlikachilik intayin har bir Uyg'ur diasporadagi har bir Uyg'ur bo'lib yoshlar bizning ahvolimizni, mustamlika ahvolimizni aniq tushunish kerak va hammadan buningdan keyingi xizmat ve kurashlarimiz mustamlikaga qarshi kurash va bizni vatanni mustamlikachilikdan qutuldirish bo'lishi kerak. Shuning uchun biz bunga bek kuchlidik. Hamda yetersizliklarmi bo'ldi, ko'p bo'ldi. Asosli sababi biz o'rlashtiruvchilar bek az, hammamiz fidoyi, iqtisodiy jihatdan bo'lgan bo'lsa, iqtisodimiz bo'lgan bo'lsa, ko'proq odamni ish qilib, biz u qadar bek jafo tortib ketmaydik. Ham yaxshiroq shaklda bo'ladi, iqtisodda yaxshiroq bo'lgan bo'lsa, ham mumkin baldurroq o'rlashtira oladi, tayyorlikni ko'proq yaxshi qila oldik. Shundan keyin endi mening shaxsan his qiladiganim iqtisodiy jihatdan biz yetarsiz bo'lganligimiz uchun nurg'un ishlar putlashdi. Shu ishni o'rlashtirishdimi? Qolgan uchunlarninki endi to'plagan tajribasi pozitiv yoki negativ, biz albatta biz uni anglashni xohlaymiz. Marhamat, ikki fazilatning birisi. Birinchi qitim o'rlashtirilgani tuyuldi. Chunki o'rlashtirganlar andin sizga o'xshash billa hamma balla bizni bunda organize qildiganlarninki ozligi ba'zi chog'larda ko'rindi ham tuyuldi. Uni
Kim mesela bir faaliyet orunlaştırıp bakkan adam biladi qanchalik ta'sirligini, çoğun grupni bir yerden bir yerga yötkeş, şunundan başlap çoğun mesele çıqıdı iş qilib har qanday faaliyet orunlaştırganda. Şuna meningki siyatim yanaşıda bodoq etim bolsa, çoğun bazı işler üzüçilam yaxşılandı çünkü biz biz endi Parijga mehmon bo'lib keldik. Bizlam ko'rmadik bo'lni, lekin mush oralashtirayotganlimi biz bilan birga shu faoliyatni ko'rib, tajriba elib, shu bir haftaning ichida balkim shu faoliyat oralashtirishninki planninki ish qilib nurg'unjiq nimalar bo'ldi. Yangi o'rganganlar, bodoq etib yan bir xil qilamanda. Andın mağamda şu Uyghur tili birinci bo'lib shu boshqani ko'rishish, ikkinchi bo'lib Uyghur tili ninki muhimligi lekin endi Uyghur tilini biz jiqlarimiz ancha yaxshi unda ravon emas anglaysizlar. Men 7 yoshimda vatandan chiqib ketgan. Jiqlarimiz masalan shu qurultaydagi jiqlarimiz kichik vaqtida chiqib ketgan yo bo'lmasa diaspora tug'ilganlar. Bu chog'da masalan meningki kichik vaqtimda hozir Uyg'ur bolaligi ba material yo'qdi, kitoblar yo'qdi. Vatandan kelgan elifba bilan Uyg'ur tilini yozishni o'qishni o'rgangan. Endi Parij Uyg'ur maktabi kelib ko'rsatib qo'ydi qanday Uyg'ur bolalarini qanday tarbiyalaydiganini. Şunu görüp birinci bo'lib nima deydi, memnunlandim. Lekin ikkinchi bo'lib ajab mening vaqtimda yo'q, men kichik vaqtimda yo'qkan bunday yaxshi taraqqiy qilgan, qattiq tashliq, rangli, chiroyli kitoblar. Manga bo'lgan shaxsiy manga bo'lgan eng chong hissiyat shundan chiqdi. Biz diaspora ham kichik, ham yosh. Diasporada Uyg'ur the generation nima deydi? Avlod. Evlatlar. Asır. Evlatlar, generation evlat. Masalan, bizningki ota-onamizning avlodi diasporaning birinchi yosh ikkinchi avlodlari bo'ldi. Şu biz yosh diaspora bo'lg'achqa buni kichik bolalarning qanday yaxshi sharoitda o'qiyotganligini ko'rish intayin muhim tuyuldi. Chunki bu diasporadimi bunda bir narsalar bo'ladi. Diasporadimi bunda taraqqiyot Uyg'ur kichik qushaq bolalarningki Uyg'urligiga bunda şunun bunda yem bergindek birilyapti. Şuna balkim Uyg'urlarningki kelgusi men o'ylagandan yaxshi bo'lishi mumkin deb shu eng yaxshi tuyg'u bo'ldi. Hopelessness. Parijdan burun xeli ümitsizlenish xeli jiqdi mening hayotimda. Masalan, aktivizmda nimish bunda yolg'iz material oz hammani birinchi qitim qiygandek tuyuldi ekan deb. Lekin qurultayga berib ko'rib xeli jiq nimbadi mening o'zimningki da'voga xizmat ekanimda edi. Courage, encouragement. Endi temalarda menimcha masalan Uyg'ur ayollar, Uyg'ur yoshlarning jiqroq tüpski chiqarish shu menga eng yoqdi. Chunki bizningki avlod masalan Gen Z, Zillennial, Millennial avlodlar u kerak bizga. Chunki biz o'xshash yerdan mangmaymiz hammamiz. Bizga material kerak, resources kerak. Endi menimcha masalan menga Finlandiyada oliy maktabda o'qib akademiyadami Uyg'urlarningki kimligi yo
biz nimishqa bu dava muhim liqini so'zlab berishga menga yangi so'zlar shuni o'rgandim. Endi mendemdi. Nime yandım. Jaqdan suyandım, ondan yangi jaq adımlarını köçtüm dedim. Memişqa bardım. Menmo aktivizmni 2018 başlagan, 14 yaş vaqtim. Aşı çağda neticilmo yalğızdım dedim. 14 yaşlı kız Noriyada tug'ilib bo'lib, Uyg'urlarga nim qipiralaydi, nim qilalayman, o'ylagan edim neticil. Onda men siyosatga qiziqqandim, Noriyaning siyosati. Aşı member bo'lib, aşağıda işledim. Aşağıda bilen Norveç siyaset bilen Uygurlarni qilib neticel. Ondan resmi Fransiyaya barib kirib qancha odamlar bor. Men yalğız emaskenman dedim. Aşna yalğız emaskenman. Ondan şunuşqa aşı dedi yeni birisi Uygurlarning tarixini. Uygurlarning tarixini gepini qilganda Leo bir lecture'da dersda aşağı politics in non in politics deb lecture qilgan. Aşı lecture'ni aşağıda oturib turib chills demdim da turib yangi narsalarni to'xtamay uyandim. Vah, ha. Ondan başqa narsa bir workshopda menden activism and innovation the workshopda oturgandıq. Aşağıda gepni qilgandıq. Biz Uyg'urligimizning very biggest dream and biggest nightmare da. Aşağıda men o'zimning tog'amning gepini qilgan. Aşağıda biz Uyg'ur bo'lib, emmizning tushunmasdimdan qandaq feeling bor. Bizning ailemizning gepini qilsaq, vatandagi gepini qilsaq, vatana baralığanma. Norik dostumuzla, men onu Norik dostumla bilen deyman o geplayman. Vatanın gepini, tağımның gepini. Leki aşıla tushunmaydığı məxsus men qandaq feelings falamdı. Sonuçta şu therapeutic ne Uygurca bilmem, lekin bek therapeutic'ti. Emmimiz Uygur, emmimiz emmimiz Uygur. Sonuçta özümüz diyen narsani başqalarına tushundu. Ondan tezletiyende Uygur söz gaplashni. Aşılma anlayıp özümü tushunman. Jaqiraq söz gerek gelemen de. Lekin yana bir Noriyada yalğız Uygur bo'lib, özümning şəhərdə qandaq Uygur sözləmən sonuçta yangi community yastık demdi Fransiyada. I'm very thankful for that. Ben 5 minut, 10 minut geplemedim. Hep hazırladık. Geçiyorlar. Yani demek istiyorum Tuğla. Uygur tili meselesinde menimce bir xil Uygur diasporada bizde eğer Uygur için sözleyenmese Uygur'un kimliki, Uygurluğu, ras Uygur mudu, emas mudu deb aşında bir xil gereksiz sözler buludu. Guman buludu. Mening köygünümce aş kurultayda vatanga berip bakmagan yaşlar vatanparvarlikni, özünün Uygurluğunu şunchalik saqlaganligi qilib 90% Uygur diasporada qilayotganligidan jiq qilyotdi. Şunu meningce biz diasporadagi bütün hamma avlodlar bunu tushunishimiz kerak. Bu bir kishininki til bilish bilmasligi, bu sharoit masalasi. Agar sharoit bo'lgan bo'lsa, atrofida Uyg'urcha so'zlaydigan kishilar bo'lsa, oilasi birga bo'lsa, u chog'da albatta yaxshi so'zlay oladi. Ular bo'lmasa qanday mashq qiladi, qanday so'zlay oladi. Shunga bu inglizda I would prefer a less judgmental approach within the whole diaspora towards the language thing. And
maybe not a divide from within. Çünkü Uygurca bilmeydiken dep cık adamlarını Uygurca ravan emasken dep kaçırıp koyasmı bu bizninki küreşke faydası yok. Ha, doğru. Lekin ma sekular degan söz nima jihatda falan deyardim men azroq ümidsizlandim biz o'zimizningki nima jamoatga rost mushunda az tushunib ishtik so'zlaydiganlar mushunda bormidi deb meningcha men musulmon bu qurultayning sekularligi mening musulmonligimdan bir temimni elib olmadi. Buni mening tushunsin deb umidim bor. O'sha diaspora tushunsin deb. Nimeningki degingiz tamamen to'g'ri kelganligi ankeni bir narsani mening esimga soldinglar. Ya'ni ankeni men Fransiyada, Parijda Sharqshunoslik institutida Uyg'ur tili dersi vermem 10 yıldan beri. Uyg'ur tili ve medeniyetler derslerini vermem. Uyg'urshunoslik dersleri, 4 ders var. Uyg'ur tili hammadan bildi. Diasporadagi Uyg'urlarningki hammasi biladi. Mening Uyg'ur tiliga qanchalik ishtiyoqim va Uyg'ur tili uchun qanchalik zo'r xizmat ko'rsatganligimni, ham Uyg'ur tili mening uchun qanchalik muhim ekanligini. Ammo biz shu qurultayni o'rlashtirgan vaqtimizda biz bir narsani o'yladik, ham shaxsan men ham shuning ichida. Ya'ni Uyg'ur tili bilishni shart qilib olmasligimiz yoshlarga, chunki diasporada nurg'un hozir borgan sari Uyg'ur yoshlar diasporada tug'ilyotidi, diasporada Uyg'ur tilini ravon so'zlash yoki bo'lmasa Uyg'ur tilini so'zlash balkim sharoitim bo'lmasligi mumkin, bilmasman, ammo u bolalarni agar bilmaydi deb tashlab yotsak, u chog'da o'zimizga ziyon, davorimizga ziyon. Shundan birga bu yana birisiga bizniki o'ylaganimiz ba'zi Uyg'urlar ba'zi Uyg'urlar sharoitimiz bo'lmaganligi uchun va o'xshamagan sabablar bilan Uyg'ur emaslar bilan to'y qilgan va ulardan tug'ilgan bolalar yerim Uyg'ur bolalar va u yerim Uyg'ur bolalarniki balkim yo Uyg'urcha bilishi mumkin, yo nachar bilishi mumkin, yoki ma'lum saviyada bilishi mumkin, yoki bilmasligi mumkin. Ammo diasporada tug'ilgan bu bolalar bizniki davarimiz uchun intayin muhim. Ularni tashlab etsak, ularni yerim Uyg'ur deb kamsitsak, u chog'da biz o'zimizni kamsitishga uchrayotgan bir xalq, ya'ni mustamlika ostidagi bir xalq, biz mustamlika ostidagi bir xalq, ezilayotgan bir xalq, chetga qilayotgan va kamsitilayotgan bir xalq, o'zimizning ichidagi odamlarimizni dinining o'xshamasligi, siyosiy qarshining o'xshamasligi yoki bo'lmasa bakrak nima o'ylaqi yoki bo'lmasa kiyinishining o'xshamasligi yoki bilmayman yana nimasini yoki bo'lmasa yerim Uyg'ur bo'lishi yoki tilni Uyg'ur tilini bilmasligi yoki yerim bilishlari bilan u san Uyg'ur emas deb yoki ularni chetga qiqish bizga mening deganim bizga undaq lyuks yo'q. Bizning undaq qilish lyuksimiz yo'q. Chunki biz hozir birinchi vazifamiz kim bo'lishimizdan qat'iy nazar Uyg'urlar bo'lsak birlikda qo'limizdan kelganicha vatan oldi bilan mustamlikadan qutulish kerak. Biz mustamlikadan qutulishimiz kerak. Uning kaynidan qaramiz. Hozir lekin hamma odamni to'plashimiz kerak. Bizning nima bo'lishimizdan qat'iy nazar faqat Uyg'urligimiz hammadan muhim. Shundan keyin biz uning keyin shu barliq shu endi sekulyar deganimiz, ya'ni ilmoniy deganimizda yana bir narsa tamamen onun kendinden tolerant, yani onun kendinden acceptance bekrak, tolerant emas, acceptance bekrak. Yani kabul qilish. Nima bo'lishimizdan qat'iy nazar, vatan uchun xizmat qilish ro'yimiz bo'lgan Uyg'urlar bo'lsak, shu Uyg'ur yoshlarning hammani aramizga ilish, quchoqqa ilish va birga xizmat qilish. Shu maqsad shundan keyin ko'gininglardek kelgan 70 bolaninki ichida bir 10 ga yaqini nima ish qilib 5-6 bola az deganda yerim Uyg'urkan, yerim Uyg'ur, yerim Amerikalik yoki yerim boshqa yerlik degandek. Uning keyin kelgan bolalarninki bir 20%dek Uyg'urchani bilmaydigan yoki bo'lmasa yaxshi bilmaydigan bolalar ekan, lekin ko'pchiligi Uyg'urcha biladi ekan, sizlarga o'xshash. Shundan keyin shundan yana bizning yana bir o'ylaganimiz mushu diasporada tug'ilgan bolalarninki Uyg'ur tilini kamsitmasligi, Uyg'ur tilininki dunyoviy saviyadagi bir til ekanligini ko'rsatish uchun ularga biz cho'qim o'zimiz qilgan Uyg'urlar qilgan, ya'ni o'zimiz qilgan lecture, ya'ni konferenslar
leksiyalar ve kendin workshoplarni, atölyelerni biz amalının barcha Uyg'urcha qilalashga tirishdik. Ya'ni bizniki mush kelgan bolalarniki diasporada bo'lib, diaspora tug'ilgan bolalarning Uyg'ur tilini kamsitmasligi, Uyg'ur tilini ingliz tili, fransuz tili dunyodagi cho'ng tillarga o'xshash universitet saviyasida ekanligini ko'z tutish maqsadini qildik. Shunga shu sababdan men kaynadan mayadiki yana bir qitim desak biz sekulyar deb olgan va Uyg'urcha ilmanizm deb ilishga tegishli bo'lgan bundan keyin bu so'zningki ma'nosi miyada nima qabul qilish, o'xshamasligingizning qat'iy nazar qabul qilish, jamiyatga bir jamiyat bir Uyg'ur jamiyatiga qabul qilish shu ma'noda kerak. Bu yani abay başta sizlab bergandek faaliyat mon taslikda quruldi ya bo'lmasa anlamada chalib qoldi, miyada chini qoldi degandilar. Menimcha bizning o'z yerlik millatimizda Uyg'urni yig'amayotgan yerda sizlar dunyodagi 4 bo'lon pushqaqlardan Uyg'ur yig'ami o'zi bir buyuk bir g'alaba. Shu har ikkalanglarga ko'pdan ko'p rahmat. İkincisi şu degandek menimcha ham jaqqan bolalarning tili ya bo'lmasa qiladigan xizmatlari ya bo'lmasa nima sharoit bo'lsin, shu yaxshi talon deb o'ylayman. Shu til bildigan 75% turn bo'lib kelsa hammadan inglizcha kiriktir ekan. Ammo ko'pincha yana jiqroq Uyg'urcha so'zlasa bilmaydiganlar tirishadigan bir vaziyat kiriktir ekan. Onun uchun shu balans haminasi xili naytin yaxshi bo'ldi. Ammo bu yig'inimizmi xili uzun vaqtlar agar canlı haqiqatni ko'rishga bo'lsak, channeldan qo'yib aytgan tanış uchun so'zlaydik. Ammo oxirisi so'raydigan, bu Uyg'ur institutining 2025ga nim planlar bor. Shuni tasvirlab bersangiz. Qil desam 2025-yili bizniki bek nuqtaliq bir yil. Chunki onun kaynadan hozir biz 2024-yilning oxiri noyabrda biz Fransiyadagi bir NGO bilan, ya'ni davlatsiz hukumatsiz bir tashkilotning qo'llashi bilan bir cho'ng bir proyektni boshlamoqchi. Hamda ular hozir imzo qo'yib bo'ldik. To'xtamga, kontraktga. Ya'ni 2000 yildan e'tiboran shu yilning 5-idan hozir saqlayapmiz. Birinchi oyning oxiri yoki 2-chi oydan kechiksak 2-chi oyning 5-idan tortib Uyg'ur diasporadagi tunji qitimliq Uyg'ur diasporasi psixikalik yordam markazi qurmoqchi. Ya'ni psychological qanday deymiz konsultasyon ya'ni nima bir psixik maslahat markazi qurmoqchi. Endi shuningki hozir tayyorlik xizmatlarimiz asosan bitib bo'ldi. Faqat bundan keyin yana bir narsa bizningki 5 yildan beri hukumat bilan to'liq talashib bir o'rin, bir bino Yevropa Uyg'ur institutiga Parijdan bir bino ya'ni ijaraga ilish, ijaraga ilish planini kuchayotgan 5 yil bo'ldi bunga biz kuchayotgani. Ya'ni bizniki o'zimizning iqtisodi bo'lmagan ekan, iqtisodimiz bo'lsa o'sha haqida bir yana tutiblar ya setib olib yoki bo'lmasa ijaraga olsak bo'ladi. Ammo Parijda bilasizlar nima bir binoninki qanchalik unga mumkin emas bizga. Biz zaminimiz bekor ishlayotganlar institutda. Undan keyin shunga bir sharq hukumat bilan biz buni tortishayotgani 5 yil bo'lib qoldi hozir. Shu oxiri bir yana muqimlashtirib bir binoni sizlargacha tayyor bo'lmay qoldi, ammo bu dakiyagininglarda Xudoyim buyursa shu yerga kutib olamiz. Bino hozir tayyor bo'lib qoldi, faqat biz undan keyin iqtisodiy jihatdan bir yerga kelolmayapmiz uning ijarasini. Shu ijarasini hozir so'zlashyapmiz. Normalda shu oyning ichida bir taraf bo'lib, normalda shu oyning ichida boshlay olamiz va bu yer masalasiniki iqtisodiy jihatdan kelishib bo'lsaqlar, bu psixik maslahat o'rnini shu yerda ocha olamiz
o'rin ichilgandan keyin bizningki maktabmi shu yerga yo'tkiladi, Uyg'ur maktabmi va barliq faoliyatlarimizmi shu binoga yo'tkiladi. Shundan keyin bizningki har yili dekabrda ko'rdinglar, dekabrda biz Ispaniyaningki Granada universitetida xalqaro uyg'urshunoslik yig'inlari o'tkazdik. Biz har yili yil oxirida Yevropaning bir o'xshamagan universitetida xalqaro uyg'urshunoslik yig'inlari o'tkazamiz. Butun dunyodagi uyg'urshunoslarning ma'lum bir temada har yili o'xshamagan bir temada. Bu da 2025-yildagi tema balkim ekologiya temasi bo'lishi mumkin. 2024-yil dekabrdagi tema gender, ya'ni ijtimoiy jins va queer teoriyasi temasida bo'lgan. Uning oldida mustamlik temalari bo'lgan. Bu endi o'tgangi mustamlik temasi amaliyotda. Va balkim bu yilgi tema ekologiya temasi bo'lishi mumkin. Undan boshqa sizlarning ko'pininglardek bizniki chiqarayotgan jurnalimiz va yerimi Uyg'urcha, yerimi fransuzcha bo'lgan. Biz buni inglizchani qo'shmoqchi 3 xil tilda chiqaraylik deb o'ylayapmiz. Uyg'urlarga nazar degan bir uyg'urshunoslik jurnali, ya'ni ommaga oddiy til bilan yozilgan. Shundaq planlarimiz yana davom qiladi. Shu oldimizga bo'layotgan yangi planlarni to'tkazib saqlab ketamiz. Bugungi suhbatlarga qatnashib, o'zinglarning o'yinlarni tarjima so'zlab berganlarga ko'pdan ko'p rahmat. Bizning digital qatnashgan mehmonlarimizga ko'pdan ko'p rahmat. Men bugun sizlarningki riyosatchi Kavsar Kurash bo'ldim. Bugungi u dialog suhbati mushada oxirlashadi. Kelar suhbatlarni xabarni shu Instagramda, YouTube'da, Facebook'da topa olasizlar. O'sha yerda izlab qo'yinglar. U dialog deb. Shundan o'sha oxirlashsak, ko'pdan ko'p rahmat, kerakdan ko'rishimiz. Hammalarga ko'p rahmat. Rahmat. Sizga rahmat.